Namuncha qimmat, yaqinroq keling, nega qimmat ekanligini men sizga tushuntirib beraman. Bu aksessuar bozorda narxi 80 ming, lekin ko'ryapsizki, oralarida simlari ko'ringan. To'g'ri, ular qimmat toshdan ishlatishgan, lekin toshni ekonom qilish uchun oralariga metrajli ko'z qo'yib, simlari ko'rinib yotibdi. Bunda ham qimmat tosh ishlatishgan, lekin ko'rib turibsizki, simlari ko'rinib, juda ham xunuk ahvolda turibdi. Xuddi shunaqa ahvol, oralarini arzonroq narsa bilan to'ldirish uchun metrajli ko'z emas, oprava tosh ishlatishgan. Bu tilla qoshni pastagidagi temirlarni ham oxirigacha qo'yishmagan, metrajli ko'zni ham 2-3 qavat qilishgan. Buni temirlari zanglab chang bosib yotibdi. Sumkalar narxi 150 ming, chang bosgan, patlariga suv tekkan, bu sumkada leskalari chiqib, juda ham yumshoq bo'lib yotibdi. Ana endi bildingizmi bozorda nega arzonligini? Shu qadar ust-ustiga taxlab bardak ahvolga keltirishgan, insonni olib taqisi ham kelmaydi. Bu esa men yasayotgan sumka va aksessuarlar. O'zingiz ko'rib turganingizdek, bu sumka aksessuarlar bilan ularni yer bilan osmoncha farqi bor. Endi tushungandirsiz nega qimmat ekanini. Shunday narsalar yasashga qiziqsangiz, sizni o'zimni onlayn kursimga taklif qilaman. Onlayn kursga yozish uchun pastdagi raqamlarga Telegramdan murojaat qiling. Videoga like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang.